intellekt borligini bilmaganligingiz uchun hali ham prezentatsiyalarni qo'lda tayyorlayapsiz. Birinchi bo'lib qidiruv tizimiga biz kimi.com deb qidiramiz va chiqqan saytdan birinchi bo'lib albatta ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Kimi Slides toolini ishga tushiramiz. Ana endi bu qismga biz o'zimizga kerakli bo'lgan mavzuni yozamiz. Ya'ni zamonaviy ta'limda mavzuni yozganimizdan keyin ana endi yuborish tugmasini bosamiz. Va bu jarayonda sun'iy intellekt bizga yuborgan mavzumiz bo'yicha rejalar tuzib chiqadi. Rejalar tayyor bo'lgandan keyin Present Mode tugmasini bosamiz. Bu funksiya bizga prezentatsiya tayyorlab beradi va o'zimizga kerakli biror bir dizaynni tanlaymiz. Mana misol uchun bizning sohamizga tushadigan ko'rinish va Generate Slide tugmasini bosaman. Ana endi sun'iy intellekt bizga mana shu bergan ma'lumotlar asosida prezentatsiya tayyorlab beradi. Prezentatsiyamiz tayyor. Ana endi biz buni yuklab olsak bo'ldi. Mana bu qismda download tugmasini bosamiz va download. Ko'rib turibsizki, prezentatsiyamiz tayyor va bizga yuklandi.